Assalomu alaykum hammaga. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotganlar. Bugungi mashinamiz Kia Sonet. Har doim video olamiz deb hech vaqt bo'lmayapti. Kia Sonet haqida so'rov ko'payib ketdi. Bu mashinalar ham o'zi ishlab chiqarish ko'paygandan keyin mana hozir ko'pchilik o'zi bunga to'lov qilib, aka mana o'sha Olmaliqdan kelishdi. Rastroshkaga berilgandan keyin Sonetlar ham mana ko'payishni boshladi. Endi o'zi bilasizlar, bizda gaz olingan mashinaga qo'yiladi, chunki benzinlar ham misol yaxshisini topamansiz qiyin, yaxshisi yana ham qimmat. Akaman o'zi mashinani yaxshi ko'rishar ekan, endi 95, o'zi bilan 92 ga muammosi yuradi, lekin 95 quyishgan, o'zi oxirgi payt 95 lar ham narxi o'zgarib nima qilganligi, mana hozir bunga propan qo'yib oldik. Propanni ham o'sha eng yaxshi zapchastlar bilan qo'yishdi. Endi nimaga biz har doim yaxshi zapchast deymiz, uzoq xizmat qiladi. O'zlarining o'sha yurish davomiyligi muammo qilmaydi. Xudo xolasa, garantiyalari o'sha 1 yil bez probeg beryapmiz. Buni zapchastlarni ko'rsatamiz. MP8 C blogi qo'shimcha relelari bilan o'zi komplektatsiyada chiqadi. Mabodo blok kichikligim bo'lsa, blok kuymaydi. Qo'shimcha relesi bu zavodskoy bo'ladi. Shu komplektatsiyaniki. Injektorimiz i+, bu ham Italiyaniki. Bapimiz o'sha umuman yo'lda ham atkazib qolmaydigan, hali shopirlar borda, uzoq yo'lga chiqadiganlar map 2 ta 3 ta olib yuradi. Misol Rossiya qatnay yo'llar. Xudo xolasa, mana shu map o'sha bir 30 ta ularning mapiga to'g'ri kelaveradi bemalol. Xo'p, reduktorimiz Lavato, o'sha Italiyani ham o'sha Vichy sorti desak bo'ladi. Agar bir xilgina samolyotsa qiladigan bo'lsa, bemalol Google ga kirib turib, Lavato shu reduktorimizni bemalol ko'rib, atziflarini o'zlari uchun bilib olsalar bo'ladi. Trubkalar o'sha terma bo'lgan, datchiklik qilib qo'yib berdik. Ballonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, ballon o'sha 60 litrlik zapaska o'rniga tushgan. O'zi sal ko'tarilgan 63, 48 qo'ysa idealroq tushadi. Tayinlanish shumka qilib qo'yib berdik. To'retskiy ballon zapravishni tag qismiga qo'yildi. Yurishini hozir bitta obzor qilamiz. Iloji boricha benzinga yaqinlashtirib chiqyapmiz rasxodda. Yaxshi tushuntirib berishingiz o'zi ma'nolida oson qilamiz-da. Odam shunga qarab tushunadi-da, keyin harakat qiladi. Bitta aka yozyapti, Qishtonli ekan, bizdan 30 kilometr chiqadi. Men qo'ydirmoqchimiz, qo'ydiraman deyapti. Biz videolaringizni ko'rib, o'rtoqlar bilan sport o'tiraman deydi. O'zi bilimim yo'q deydi. Ko'rgan holida qo'yadi. Siz tushuntiryapsiz-da, mana reduktor mana shuncha ortgacha kuchi bor, boshqasi bor. Kallada, miyasida mana bunaqalari bor. Eshitib, o'shalardan xulosa chiqaraman. Yaxshi. Ikkita sintoshim bor endi, ular trekker olib sal charchadi, kuydi, gaz qo'ydi. Propan qo'ydirdi-da. Kuyadi. Yaxshi qo'ygan. O'zi bizda o'sha joyi bor. Yaxshi usta yo'q. Yo'q, bizda yo'q. Borishadi hamma. Sizlarda haqa boradi. Hamma o'sha yoqqa boradi. Hozir bu yerda 3,5 million. Men xohlamayman uni. Ertaga ko'chada qolib ketishga maqsad. Ish emasmi? Ish emas-da. Kechagi gapingiz menga yoqib tushdi-da, mana bu 1 soat 20 minut telefonga javob berdingiz-ku. O'shanda aytdingiz, biz oldinga qarab intilyapmiz. Bu gaz qo'yishda siltash, tortmayapti degan narsa aytilmash kerak deb o'sha gapni o'zi chiroyli chiqdi-da. Bu bitta gap bo'lish kerak. Unaqa narsa yo'q. Ustingizda. Biladi. Mana qarang, hozir boshingiz bironta muammo sezyapsizmi? Yo'q, sezmayapman. Shunga biz qoniqmaymiz. Bizga yana kerak. Nimadirlar qo'shishimiz kerak. Men meni Toshkent taqiryapman ertaga. Hali nimadir bo'lsa tiqib bersa. Yana bo'lsa. Hali izlamaydi-da, ular bilmayman. Shu qo'yyaptim deb o'tayotganda o'tib qolsa bo'ldi. Ammo endi to'g'ri, ular ham masalan shu 100 ming 200 ga bo'lsa ham qo'yib yuboryapti. Shu pul qolsa, endi 100 ming 200 mingga yo'q, undan sal yaxshiroq qo'y. Keyingi odam ham misol mazza qilib yursin, foydalansin. Endi o'zi odamlar shunga o'rgatib bo'ldi. Bitta xalqini ham, ustalarini ham, odamlar ham shunga o'rgan. Hozir sifatni zo'r qilib turib, bitta narxni ko'tarsa, odam qochadi. Qochib ketadi. O'sha ularning klienti unaqaga moslashmagan. To'g'ri. Klienti ba'zida o'sha arzoniga bo'ldi. Arzonni yaxshi chiqmayapti, arzon. Xohlamayman. Yo, arzon narsalarni ham yaxshisi bor, faqat mashinaga qarab ishlatmaydi. Ular mana kecha ham ertalab bir trekker keldi, o'zimizni klient edi. Chiyani ham borib qo'ydirgan. Kutib o'tirdi, qo'ydirgan mashina qaynab ketavergan, boshqa bo'lgan, tortmagan, shunday keldi, yarim soatda ishi bitib ketyapti. Atela o'sha ular Angrenga kelib ketyapti. Yarim soatda ishi bitdi. Xursand 200 ming rasxod qildi, zato ish bitib ketdi. Qayerga yuramiz? To'g'riga o'tib ketamiz. Sal bosibroq ko'ramiz endi.
mana aka bitta narsa video qilyapti, qo'yyapti. Qo'yyapti. Aka birontasi yurib turib video qilgani yo'q, faqat turgan joyda qo'ydingiz o'l. Va bittasi hayron qoldi. Bir kishi menga nimadan yozdi. Telegramda. Uni simkasini menga tashladi Instagramda. Aka mana videoda meni mashinam dedi. Va shu ko'rinchi qanaqa zapchas. Hop, videoda shunaqa vaqtalgan va shu yorvordi, buzvordi deyilyapti. Aka mashina vashi yurmayapti deyapti. Videoga lekin qo'yib yuborilgan video. Qo'yib yuborilgan. U yurmagan u mashina. U men yozyapti. Aka nima qildi? Kel dedim, yo'q bo'lmasa bor dedim, tushuntirib beramiz, o'zgartirib ol dedim. Bu bilan yurmaydi desam, voy deyapti. Videoda ular gapiraveradi. Vashi farqi yo'q. Endi yaxshi bo'ladi. 95 qo'yapsiz. 95 ta benzinda. Bor ekan, mana tushungan odamlar 80 qo'yamiz. 80 qo'ymayman. Yo'q, biz insonimizni xotiratda birontasi 95 ga masalan, yo'q biz rekomendatsiyasi bo'yicha gapiryapmiz. Turbina dvigatel, yangi tip dvigatelga 95. Mayli bir 92 qo'ysangiz bo'ladi asli, bo'lmadi. Bo'ladi. Gapirsangiz, yo biz 80 da shunchadan bas yuribmiz, zo'r deyapti. 95 qo'yib ham ustun berganlar bor, kerak bo'lsa. Mashinangizni ushlab turasiz ekan. Ada o'z bilan haydamasa? Yo'q, men normal avtobus haydaganmanda ko'p. Normalni yuraman, 80-90 yuraman. 25 yil avtobus haydaganman. Ha, uni shoshmayman, lekin kerak joyda bosaman. Ha. Bunda bo'laveradi. Bunaqasi rasmustabilik bo'lmaydi demoqchiman. Ha. Men haydab yursam 2 ga yetkazmay haydab yuraman. Вообще ekonom. Taxometrimda. Toshkentdan qaytsam ham shu 80-85. Tez yurmayman. Shoshmayman. Ular avgollarda kerak bo'lyapti sizga. Mana bitta avgolga 3 tasidan o'tishingiz kerak. Yo'q. Ha, o'rtoqlarim, aynan Hozir peshida farqini sezgansiz yo'qmi? Yo'q, sezmadim. Ya trekkerlarni olib kelsa muammo yo'q, qilib beramiz. Yevropada bunday narsada mashina qo'yuvdik, muammo bo'laveryapti degan narsa yo'q-da. Yevropa bunaqa bizning sistemada ishlamaydi-da. To'g'ri. Bo'lmasa, aka bor to'g'irlatib oldi, yo'q, garantiyasini beradi, itaradi agar. Shunaqa sistemani bizda yo'lga qo'yish kerak. Misol, haqiqiy bizda garantiya beriladi, ko'p joyda ishlamaydi bu garantiya. Ha deydi, agar garantiya misol uchun siltamasligi, o'sha hali hamma yo'g'i idealniy hid chiqmas, hamma yo'g'iga bergandan keyin misol uchun ketdi mashina gapda bo'lyapti garantiya, lekin mana o'rtalaringiz o'zi oddiy bo'lsa tanishlaringizda o'sha muammo bo'lishni boshlayapti. Endi bu garantiya qayerga ketadi endi? Ishlamaydi-da. Hop, mana sanet mashinamiz test jarayonida. Hozir mana o'sha korreksiyalarni bir-birini to'g'irlab chiqyapmiz har xil holatida. Hozir mana tabloni ham do'l qildik. Ishda hozir qanaqa tablonda o'zgarish bo'ladi, rasxodida ko'tarilib tushib ketadi. Yana akam o'zi ko'proq trassa rejimida yurishar ekan, 70-80 o'sha 100 gacha yuraman deyishdi. Lekin hozir biz bosib tekshirib ko'ramiz. Masalan, городской rejim yoki o'rta mana shunaqa yo'llarda mashinani asolatda ekonomikasini hisob qilamiz. Nimaga? Boshni ular o'zi ekonom bo'lgan hisobiga mana korreksiyani to'g'irlab chiqyapmiz. Mana shu narsa. Agar shu mashina o'rtacha shu danli yo'lda agar o'rta yurishlarga 6 litr yeydigan bo'lsa, 6 litr foizda bo'lgan 15.09. Где-то 7 litr o'rtacha bu norma bo'ladi agar uzoq borsa. Bo'lmasa 6,5 litr atrofida agar rasxod qilyapti bu 100 kilometr uchun. Hozir biz вообще yurganimizga tablo juda tushib ham ketdi. Endi hozir bunaqa rasxodda yuryapmiz desangiz, odamlar ishonmasligi ham. Ishonmaydi. Hozir 3,5 litr ko'rsatyapti tablo. Endi hozir mana 70-80 haydab ketyapmiz. Endi manimcha hozir o'zi ko'p yo'llar shunga moslashgan. Cruise control bormi? Bor. Shu cruise control bilan yoqamiz. 80 ga qo'yib qo'ydik. Mana hozir tablo 3.6 ko'rsatyapti. Mana korreksiya, momentalniy korreksiya do'lda atrofida mana 1.6 turibdi. Bu o'sha
qancha nolga tortgan sari bu ideal korreksiya hisoblanadi. Plus minus 10 o'zi normativ, lekin 0 eng ideali hisoblanadi. Hozir mana shu korreksiyasi bo'yicha ketyapti. 08 1 2 3. O'zi zo'r mana 80 tezlik bo'lib qoldi. Ko'p joyga radariga ham 80 tezlik yoqilg'i ham ekonom ishlaydi. Keyin uzoqroq ham yurasizda, uzoqqa yetib borasiz xudo xohlasa. Xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshi. Misol bitta narsani hisob qilish kerak. Ko'pchilik mana hozir yoshlar o'ylaydi. Bosadi. Agar mana shu tormoz bersam, belki to'xtayman deb o'ylaydi. Lekin u anaqa u o'ylagandan 2 barobar uzoqqa ketadi mashina. Har doim mana o'zi shopir bo'lgan ekansiz aka. Mo'ljalizda har doim 2 barobar uzoqqa ketadi. To'g'rimi aka? Mo'ljallangan joyda to'xtab bo'lmaydi, o'tib ketsa qachon to'xtab bo'lmaydi. Iloji yo'q. Nimaga? Tormozlarga ayniqsa hozir ishonchi. Va trekerlar ham agar haydab ko'rgan bo'lsangiz, tormoz juda silaviy. Motor kuchli, tormoz silaviy. U endi nima qiladi? Keyin atkazib beradi. Bu baribir ehtiyot qilib yurish kerak. Ehtiyot shartdan ehtiyot bo'lgan yaxshida. Chunki bizni O'zbekiston sharoitida baribir bitta mashina olish oson emas. Olgandan keyin misol uchun uzoq xizmat qilishni xohlaysiz. Alloh saqlasin hech qanaqa talofat yetmasligini baribir inson xohlaydi, baribir bitta hozir detal ham arzon turmaydi. Ayniqsa kamyob mashinalar detali juda qimmat. Hozir misol mana shu mashinani misol kapoti kerak bo'lib qolsa, Alloh asrasin, misol farasi kapot kamida $1000, fari ham shunga yaqin chiqarib beradi. Chunki Koreya o'zida bo'lishi mumkin $200 yoki $150, lekin bizda bu narsalar kamyob bo'lgan hisobga qimmat. Mashina o'zi agar bitta qilib zapchasini yig'adigan bo'lsa, shu mashina hamcha $40,000 dan o'tib ketadi aslida. Hop, rasxod zo'r. Bitta tablo endi вообще nerealniy bo'lib ketdi yoki 208 ga tushib ketdi tablongiz. Lekin bunaqa emas edi. Ha? 5 dan, ya 5 dan pastga tushmagan. Tushmaganmidi? Hech tushmagan. Hozir nega unaqa bo'lib qoldi? Gaziga o'ta stabilniy haydayapsiz yo yoqilg'isiz yoki yoqib o'tiribordimi? Qiziqishga mana hozir nechta gaz quydik? 43 ta. 43 ta. Endi boringki test-testlar 3 litr chiqarib tashlasak ham o'rtacha 40 litr bilan nechta yurganimda keyin tekshirib qo'yasiz o'zingiz. Agar shunaqa yursa boringki tablo allayapti deb 5 taga olgan dabringizda ham agar 800 yil boradi o'shanda aka. Juda Jamol ham bu. Shu kam ko'rsatyapti, unaqa emas edi. 5 dan tushmagan. Shuncha 75-80 haydab kelganimda 5 eng hozir ketishda yana bitta tekshirasizlar bo'lmasa. Yozuv ko'rsatyapti. Misol men o'zim ham Kia'da yuraman-da. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Kabej misol 2,5 litrli motor meniki. Hop 190 ta'min adashmasa 6 kuchuydi. O'sha mashina ham men o'zim ham dalli mana shunaqa yo'lga chiqsam bitta zibros qilaman-da. O'sha 70 yoki 80 da bitta kruz kontrol yoqib qo'yaman. 2,5 litrli motor mana shunaqa yo'lda aka 5.4 5.3 gacha tushadi. Demoqchiman Kia'lar o'ta ekonomik mashina. Zo'r. Mana shu bosmay yursiz, ekonomiga men o'zim ham mazza qilaman. Ekonom voобще shikalat. Xo'p, mana akam bilan Xayrullo akam yurib keldik. Akam ham YouTube'da hamma videolarimizni ko'rib, oxirgi o'sha 1 soatlik gapirganimizgacha ko'rib, oxiri ishonib kelishibdi. Olmaliqdan atlab kelishgan. Aka nima deydi yurishlari? Ma'qulmi? Yurishlariga gap yo'q. Rahmat, baraka toping. Ma'qulmi sizga? Ya, kasbingizga Xudoyim yanada kuch beraversin, bunaqa ko'p narsalarni qiling. Rahmat. Anchadan beri niyat qilib kelgan edim. Ha? Ma'qulmi sizga? Albatta, 100%. Keyin shu o'rinda bitta narsa aytib o'tib ketish kerak. Men nimaga bu klient o'zidan so'rab yoki nima qilyapman? Xuddi bir odamlar ishontirish uchun emas. Bu narsa menga bir ikkita videolar kelyapti. Internet tarmog'iga qo'yilgan, qaysidir ustalar, nomini aytmayman. Internetda bomba maqtab qo'yishgan, lekin endi o'sha egasi yozyapti, aka mashinam yaxshi yurmayapti deb.
O'shaning uchun klient o'zini olib chiqyapman, yurib turib test qilib ko'rsatyapman sizlarga. Bu ishonarli bo'lish uchun emas, prosta haqiqiy mashinani egasini, atsifini bilishlaring uchun. Endi ko'pchilik nomerini so'rashdi, bir xilgilar yozdi, nimaga nomerni qo'ymaysizlar? Endi YouTube tarmog'ida minglab odamlar kuzatsa, misol ba'zi ishi bo'lishi mumkin, boshqa yoki vaqti-vaqt ba'zi telefonga javob bera olmasliklari mumkin. Undan ko'ra realniy atsifni beramiz. Mana hozir rasxodlari ham o'zlari ham ishonishmayapti. Endi yo'lda tekshirishadi. 3,5 metrgacha tushib ketdi hozir. Rasxodni o'zi 5 dan tushmagan deysizmi? 5 dan tushmagan. 5 dan tushmagan. Endi balki bu sal adashib turgandir, adashmagan taqdirda agar 5 litr yesa ham biz endi xomshot qildik. Agar o'shanda danlikda 10 ta bilan ham 200 km yurish kerak bo'lib qolyapti. Endi bu yana yurgan tekshirishadi, lekin san'atlar o'zi ekonomik mashina. Xohlasa xizmatlar bo'lsa, Olmaliqdagi o'sha metallurg kombinatlarida baqi birorasi aka. Xudo xohlasa. Xizmatlar bo'lsa, kelaverasiz aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omadingizni bersin. Rahmat sizga ham. Telefon qilavering, adamga navbati vaqtingiz bo'lsa, atak zo'ri, omon, yuribsiz. Arada bir ro'z.